Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, sizlar bilan men Shuhrat Esanov. Hurmatli do'stlar, ijtimoiy tarmoqlarda ko'plab muhokamalarga sabab bo'lgan bir masalaga ko'zim tushib qoldi. Aynan 2030-yilga qadar Euro 5 standartiga javob bermaydigan avtomobillarni ekspluatatsiya qilish cheklaydi deyapti. Aynan bu qaror to'g'rimi? To'g'ri. Agar dastur to'g'ri olib ketilsa, ushbu eski avtomashinasini cheklasa agarda xalqning ichida norozilik kayfiyatlari paydo bo'lishi mumkin. Uni oldini olish uchun xalqqa ham bir narsa tashlash kerak deb o'ylayman. Ya'ni o'sha eski avtomobilini utilizatsiya qilish evaziga o'sha fuqaroga 30% va 25% o'zimizni UzAuto Motors tomonidan ishlab chiqarilgan avtomobillarga Lyuboyga 30% va 25% chegirma qilib yangi avtomobilni sotish kerak avtosalonlarimiz tomonidan. Agar shu narsa to'g'ri joriy qilinsa, birinchidan ekologiya atrof muhitimizga foyda bo'ladi. Bitta zarar beruvchi, yuqori zarar beruvchi avtomobil kamayadi. Ikkinchidan xalqqa bu foyda bo'ladi. Eski avtomobilining orqasidan yangi avtomobil olyapti. Uchinchidan davlatga foyda bo'ladi. Ya'ni o'sha UzAuto Motors, JM UzAuto Motorsga foyda bo'ladi. Sotuvi ko'payadi. JM batta yutkizmaydi. Sababi bu себестоимости kirib ketadi, 30% o'ziga qoladigan xalqni cho'ntagiga berib qo'yyapti. Bu juda katta narsa. Aynan xalqning duosi ham batta bo'lishi mumkin. Aynan ushbu dastur agarda to'g'ri olib borilsa, ana shu Euro 5 standartiga javob bermaydigan avtomobillar barchasi uzoq muddat kutish ham shart emas. Buni juda tez, qisqa muddat ichida utilizatsiya qilib olsa bo'ladi. Lekin agar bu dastur to'g'ri olib borilmasdan mana shunaqa o'zidan o'zi cheklaydigan bo'lsa, fuqarolarni yurish turishini, bu masalada fuqarolarda norozilik kayfiyati uyg'onadi deb o'ylayman. Aynan har bitta utilizatsiya qilingan avtomobil egasiga 30% kamida chegirma berish kerak. O'sha o'zimizni JM UzAuto Motors kompaniyasi tomonidan. Ana shunda xalqqa ham foyda, davlatga ham foyda, hamda ekologiyamizga ham, atrof muhitni muhofaza qilishga ham juda foyda deb o'ylayman. Bu aynan meni fikrim. Hurmatli mutasaddi tashkilotlar, mutasaddi organlar, o'sha vazirliklarga hamda Oliy Majlis Qonunchilik palatasiga aytamiz. Qaror chiqarayotganda to'g'ri qaror chiqarishlari mumkin, lekin uni ijrosi doirasidagi dasturni to'g'ri terishlaringni so'raymiz. To'g'ri yozishlaringni so'raymiz. Aynan xalqqa ham foydasi bo'lishini kutib qolamiz.